Assalamu alaikum dostlar. PHP yürüyüşlük dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde PHP'deki seliştirme ifadelerini ko'rib chiqamiz. PHP program tilida ikki qimmatlarniki tangmi, kichikmi, cho'ngmi bularni selishtirish uchun tuvandagidek ifodalar qo'llanamiz. Birinchisi tang ifodasi bir qimmatdan yana bir qimmatga tang bo'lib bo'lmaganini tekshiradi. Ikkinchisi tang emas ifodasi bu yerdagi undash belgisi program tillarida emas degan ifodani bildirdi. Bir qimmatninki yana bir qimmatga tang emasligini tekshiradi. Bu yerdagi 3 tal tang belgisi bo'lsa, tang yoki barobar. Tang ifodasiga o'xshab qoldi, ammo tekshirgan vaqtida qimmatninki turlarini qo'shib tekshirdi. Masalan, bu yerda 5 butun son. Bu yerdagi 5 bo'lsa, harf, ya'ni bu yerda qo'shtirnoq ichiga yozgan vaqtimizda harf bo'ladi. Buningki integermi yoki stringmi, buning qimmatini qo'shib tekshiradi. To'rtinchisi tang emas, tang yoki barobar emas belgisi tang emas ifodasiga o'xshaydi, ammo qimmat turini qo'shib tekshiradi. Beshinchisi cho'ng ifodasi bir qimmatdan yana bir qimmatdan cho'ng bo'lib bo'lmaganini tekshiradi. Masalan, 5 4 cho'ng bo'lsa true, ya'ni to'g'ri deb qimmat qaytardi. Oltinchisi kichik ifodasi bir qimmatdan yana bir qimmatdan kichik bo'lib bo'lmaganini tekshiradi. Masalan, 4 5 dan kichik. Yettinchisi cho'ng yoki tang ifodasi. Bir qimmatninki yana bir qimmatdan cho'ng ham tang bo'lib bo'lmaganini tekshiradi. Masalan, 5 yoki 5 dan cho'ng qimmatlar bo'lib qolsa o'z ichiga oldi. Masalan, bu yerda 5 ni o'z ichiga oldi degan gap. 8-inchisi kichik yoki tang ifodasi. Bir qimmatdan yana bir qimmatdan kichik ham tang bo'lib bo'lmaganini tekshiradi. Bu yerga qarasak, 5 5 ga tang ham kichik debdi. Shuningga bu yerda 5 ga tang bo'lganligi uchun ham 5 ni o'z ichiga oldi. Ham 5 dan kichik qimmatlarni o'z ichiga oldi. Undaqda yuqorida so'zlagan ifodalarimizni amaliy o'rnak bilan ko'rib chiqaylik. Undaqda kod editorimni qo'zg'atib oldim va ZAMP serverini qo'zg'atishni unutib qolmanglar. Va tor ko'rgichimda localhost adresini qo'zg'atib oldim. Oldingi soat ishlatgan hisoblash.php degan hujjatim bilan davom qilaman. Kerak. Oldingi soat yozgan kodimni izohlayman. Birinchi qadamda tang ifodasini ko'raylik. X degan o'zgarishchan miqdorning qiymatini 5 qildim. Y degan o'zgarishchan miqdorning qiymatini 5 qildim. Echo buyrug'im orqali X tang Y qildim. Echo buyrug'im orqali X tang Y degan qiymatninki to'g'ri yoki xato ekanligini ko'rib chiqish uchun ekranga yozdim. Undaqda tor ko'rgichimni yanglab boqay. 1 degan qiymatni manbadi. 1 degan qimmat PHP tilida to'g'ri, ya'ni inglizchadagi true degan ifodani ifodalaydi. Undaqda men x ning qiymatini 5, y ning qiymatini 3 qilib ko'rib boqay. X ning qiymati y ga teng dedim. Bu yerda 5 bilan 3 bir-birisiga teng bo'lmaydi. Shunga ekranga bostirib chiqqan vaqtimda hech qanday qiymat qaytarmaydi, ya'ni 0 qiymat qaytardi. Bu yerda ekranda ko'rinmaydi. Kodlarimni izohlab o'taman. Endi tuvanda tang emas ifodasini ko'rib chiqaylik. X ning qiymati 4, y ning qiymati 6. X y ga teng emas. Ya'ni 4 6 ga teng emas deb bir ifoda qurdim. Buni ekranga yozib ko'rib boqaylik. 1 degan qiymatini berdi, ya'ni bu to'g'ri. 4 6 ga teng emas. Endi tuvanda harflarda qanday bo'ldi, ya'ni string ifodalarda qanday bo'ldi, uni ko'rib chiqaylik. Echo ekber teng emas samatga deb ekranga yozdiray. Bu yerda 1 deb to'g'ri degan qiymatni berdi, chunki ekber degan qiymat samat degan qiymatga to'g'ri bo'lmaganligi uchun. Undaqda kodimni izohlab o'tay. Endi tuvanda barobar ifodasini ko'rib chiqaylik. Barobar ifodasi tang ifodasiga qaraganda biroz farqli bo'ldi. Ham tang bo'lib bo'lmaganini tekshiraydi, hamda qiymatninki turini tekshiraydi. Bu yerda x ning qiymati 5, y ning qiymati bu yerda string bo'lgan, ya'ni harf bo'lgan 5. X y ga teng deb yozdim. Bu normal tang ifodasi. Bu yerda menga 1 degan qiymatni qaytarib berdi. Ya'ni 5 5 ga teng deydi. Undaqda tuvandagidek yozib boqaylik. X barobar y ga deb 3 tal teng belgisi orqali yozib boqay. Men qanday qiymat berdi.
Şunu izohlab o'tay, texnik yaxshi ko'rish uchun. Mana bu yerda hech qanday bir qimmat bo'lmaydi. Chunki bu yerda 5 degan butun son. Bu yerdagi 5 bo'lsa harf. Shuningga bu yerdagi 5 degan butun sonli qimmatdan bu yerdagi 5 degan harf bo'lgan, ya'ni string bo'lgan qimmatga teng emas deb. Shuningga bu yerda false degan qimmatdan qaytarib berdi bana. Undaqda bu yerdagi integer bo'lgan 5 bilan bu yerdagi harf, ya'ni string bo'lgan 5 ninki qimmati teng emas degan yozdirish uchun bu yerdagi 3 tal teng belgisining o'rniga undash belgisi teng degan belgini qo'ysam va Ctrl S qilsam, mana bu yerda to'g'ri degan, ya'ni true bo'lgan qimmatni qaytarib berdi. Chunki bu yerdagi tam son bo'lgan 5 bilan harf bo'lgan 5 degan qimmat o'xshamaydi. Undaqda kodimni izohlab o'tay. Undaqda tövəndə çoğun ifadəsini kırıb çıxaydı. X tam 5 olsun. Y tam 6 olsun. Bu yerdə X-nin qiyməti 5, Y-nin qiyməti 6. X-nin qiyməti Y-dən çoğ dəbdi. Undaqda bu yerdə xata qiymətini qaytarış kerak. Çünki X-nin qiyməti 5, Y-nin qiyməti 6. 5 6-dən çoğ emas. Lokal hostumuzu yanılab baxaydı. Qaranglar, bu yerda hech qanday bir qimmat bo'lmaydi. Agar bu yerda x-ning qimmati y-dan kichik bo'lgan bo'lsa, true, ya'ni 1 degan qimmatni qaytarib beradi. Turkiya uchun yanglab boqay. Qaranglar, bu yerda 1 degan qimmatni beradi. Yuqorqi kodimni izohlab o'tay. Tuvanda PHP'da cho'ng yoki teng va kichik yoki tengni qanday ifodalaymiz buni ko'rib chiqaydi. Tuvanda x-ning qimmati 5, y-ning qimmati 6. Bu yerda x-ninki qimmati cho'ng yoki teng y-dan debdi. Ya'ni bu yerda x-ning qimmati 5, y-ning qimmati 6. 5 6dan cho'ng yoki teng debdi. Bu yerda 5 6dan cho'ng yoki teng bo'lmaydi. Bu yerda false, ya'ni lokal hostimni yanılsam 0 degan qimmatni qaytardi. Agar bu yerda kichik yoki teng degan selishtirma ifodasini qo'llangan bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. Bu Turkiya uchun yanılsam 1 degan qimmatni qaytardi. Bugünkü dersimiz bir şeyde ayaklaştı. Görüşürüz. Aman bulunma.